Üç parçalık haqida qissada siz savsavni yoqtiramsiz. Savsav üç parçalık haqida qissada qonchilik donishman. Endi bu yerda üç parçalıqdagi savsav, Liubey, Sunchuan uchini duybi qilsak, menimcha savsavning funksiyalari bir qadar ko'p deb o'ylayman, shunami? Nurg'unlar bu yerda Liubeyni saxtpaz deb yoqtirmaydi. Sunchuanni sal akavur, onun ustiga bu tuzuk janglarga o'zi qatnashib baxmaydi bir chetda turib, shunami? Ham savsav amaliy jangga qatnashidi, parasatlik, intayin aqlli, psixikasi yaxshi. Shuning uchun uch parchalik haqida qissa nomli asarda savsavni yoqtirganlar ko'p. Endi bu uch parchalik haqida qissani necha vaqtdan so'zlab, nurg'un mazmunlarni so'zladim, yana nurg'un mazmunlarni so'zlamadim. Bu savsav to'g'riliq nurg'un mazmunlarni sizlarga sunmadim. Endi bu savsav haqiqatan bir murakkab tarixiy shaxs. Bunun mazmunlari ko'p. Buni 3-4 minutlik, 5-6 minutlik bir zo'pin qilib so'zlab tugatgili bo'lmaydi. Ham unchalik oz so'zlab qo'ysam sizlar ham toz qanmay qolsizlar. Shuning uchun bir aqla yarim soatlik mazmun qilib ishlagan buni. Xil burul ishlagan. Lekin bir to'g'risi taqatgan bilan maqolalarda taqat baxmagan. Yaqinda buni o'xshab taqat qilib buldigan qilib tayyor qildim. Shuning uchun sizlar do'stlar sundim. Bu savsav to'g'risida yarim soatlik to'liq mazmun anglab baqay degan do'stlar, ostidagi Xaytun judo degan ko'k ulanini bassanglar chiqadi. Pasnayt arzon bir qatim setib olib menga anglay olasizlar. Mazmun Uyg'urcha, oldin qatim Kavgayn ikkinchi qolsam mazmun Uyg'urcha debsizlar. Shu men so'zlagan mazmun men o'zim chiqaman. Shunday Uyg'urcha so'zlagan mazmun. Yoqtirgan do'stlar setib anglab baqsanglar bo'ladi. Rahmat.